Assalomu alaykum. Bu obyektimizga yaqinda eshik romlarini o'rnatib bergandik. Oxirgi eshik romlarini ham olib kelib o'rnatib berdik. Xonadonimizga 4 ta eshik, bitta kattani o'rnatib berganmiz. Eshiklarga premium klass zamorочкаlarni o'rnatib berdik. Ochib yopishlar deyarli chiqdi. Barcha eshiklarga adishli platinum zamorlarni o'rnatib berganmiz. Shu zamorlarimiz juda baquvvat ishlangan. 5 yil kafolati mavjud. Bu xonadonimizga o'rnatilgan barcha eshik romlari oynalari 2 qavatdan. Shu katta romlarni ham o'rnatib berdik. Oynalar 2 qavatdan, 1 qavat og'ir, 1 qavat reflonli ishlarga shotlankadan to'qib berganmiz. Keyingi eshigimiz uyimizning orqa tarafdan kiravish eshiklari. Ushbu eshigimiz ham alisher platinum zamorочкаlarni o'rnatib berdik. Ochilib yopilishi deyarli chiqdi. Shu katta romimizni podagonlargacha o'rnatib berganmiz. Ochilish qism romlariga okna bilan ruchkalarni o'rnatib berdik. Ishimiz chiroyli chiqdi. Kim shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xonadonimizga 2 ta eshik o'rnatib berganmiz. Katina qismi va panel qismlariga oq profildan eshik o'rnatib berganmiz.